Nima uchun 5 bola building uylari? Nima uchun xarid qilishimiz kerak? Nima uchun bizdan xonadon xarid qilishlaring kerak? Bizda sifatliroq, tezroq, hamyonbop. Buni hozir birma-bir tushuntirib o'taman. Keyingi slaydga o'tsak, biz to'laqonli klaster biz 70% mahsulotlarimiz o'zimiz ishlab chiqaramiz. Shuni evaziga bizda mahsulotlardan va bundan tashqari 60 dan oshiq texnikalarimiz o'zimizga tegishli. Shuning uchun biz tezroq, sifatliroq, arzonroq xalq bob qilib qurilishlar qilib kelyapmiz hozir xudo xolasa. O'sha boya aytib o'tganimdek 2019-yilda 5 bola beton zavodiga asos solganmiz va bundan keyin 2021-yilda shu qurilish mahsulotlarimiz sifatli bo'lishi uchun biz oldin inert mahsulotlarini atrofdan boshqa drobilkalardan sotib olardik. Keyin o'zimizda yetishmovchiligi bo'lib kelgani uchun mijozlarimizga vaqtida betonlarni yetkazib bera olmaganimiz uchun o'zimiz uchun drobilka qilganmiz. Bundan keyingilariga ham o'tkazaveramiz. Va 2022-yilda 5 bola buildingga asos soldik va 1 yilda 10 oyda ichida o'sha Sakinat loyihamizni qurib bitkazib o'z egalariga topshirdik. 2025-yildagi erishgan yutuqlarimizdan biri 3 ta loyihani birdaniga qurib bitkazib 500 ga yaqin xonadonlarni mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. O'z egalariga kalitlarini topshirdik va shu yilda o'zida BBB Motors avtosalonimizga ham asos soldik. Mana shu avtosalon haqida ozgina to'xtalib o'tib ketsak, keyingi slaydlarda to'xtalaveramiz bo'lmasam. Yaxshi. Xo'p, qurilish, beton zavod haqida qisqacha gapirib o'tib ketsak, boya aytdim, o'sha beton zavodda o'zimizni o'rnimizni topganimizdan keyin qurilish sohasiga ham kirib keldik. 1-2 yil ichida beton zavodda Farg'onada qurilish materiallarini ishlab chiqarish bo'yicha revolyutsiya qildik. Bu nimaga desangiz, biz o'sha birinchi o'rinda 3 million dollarga 27 gektarga drobilka tashkil qilib va bundan tashqari texnikalarimizni ham ko'paytirdik va bundan keyin o'sha Farg'onada yagona bo'lgan laboratoriyamizga asos soldik. Albatta, revolyutsiya degan joyga juda ham e'tibor berishlarini so'raymiz va nima uchun biz iborani ishlatyapmiz hozir keyingi ma'lumotlar davomida Abdulaziz aka sizlarga batafsil ma'lumot beradilar. Davom etamiz. Va o'sha bu aytib o'tganimdek, o'sha 3 million dollarga 27 gektarga 5 bola drobilkasini tashkil qilganmiz va hozirda drobilkalarimiz soni hozir 3 ta lokatsiyada drobilkalarni yana qurilishini qilyapmiz va qo'shimcha yana beton zavodlarga оборудованиялар olganmiz va yana texnikalar bilan hozir shartnomalar qilyapmiz. Yangi texnikalar olish bo'yicha bu nimaga olib keladi desangiz, qurilishimiz tezroq, sifatliroq egalariga topshirishimizga olib keladi xudo xolasa va o'sha boya aytib o'tganimdek laboratoriya tashkil qilganmiz Hoji Akbar aka. O'sha hozir Farg'onada yagona bo'lgan laboratoriyamiz. Bu laboratoriya nimaga kerak, sizga nimaga rasxod qilib qildingiz desangiz, bizni mahsulotlarimiz, inertli mahsulotlar, sement va armatura mahsulotlari bizni beton zavodimizga kelib tushadi. Hatto laboratoriya tekshiruvidan o'tadi va keyin qurilishlarimizga, qolaversa boshqa quruvchilarga ham laboratoriya tekshiruvidan o'tgandan keyin mahsulotlar keyin ishlab chiqarishni boshlaymiz. Bu bizni qurayotgan uylarimiz, sotayotgan betonlarimiz sifatli bo'lishiga olib keladi. Bitta savol bor. Shaxsiy laboratoriyasi bor, yagona kompaniya. Shunaqa desak ham bo'ladi. Beton zavod, shunaqa. Beton zavod. Albatta va aziz do'stlar, bunga alohida e'tibor qaratasizlar. Aynan qurilish jarayonlarida foydalanayotgan mahsulotlar shaxsiy laboratoriyada avval tekshiruvdan o'tadi va so'ngra jarayonda ishlatiladi va bugun 5 bola transport o'zining katta texnikalari bilan bemalol gapira oladi va hozir biz texnikalarimizga ham ozgina to'xtalib o'tamiz. Hozir bizda Hoji Akbar aka, общий 60 dan oshiq texnikamiz bor. Bularning ichiga avtomikserlar, samasvallar, beton nasoslar, pogruzchilar, ekskavatorlar, avtokranlar va yana mayda texnikalar kiradi. Juda ham zo'r. Va bizda juda ham zo'r mavzulardan biri, do'stlar, yaqinda aynan 5 bola building kollaboratsiya ravishda BBB Motors, ya'ni avtomobillar biznesida ham o'zini brendini yaratdi. Bu o'z-o'zidan bo'lmadi. Bunga sabablar ko'p bo'ldi. Bu sabablarni hozir albatta Abdulaziz aka aytib o'tadi. Nimaga avtomobil biznesiga 5 bola building kollaboratsiya qildi, qo'shildi? Xo'p, Hoji Akbar aka, bu taklif ham, bu ideya ham bizning mijozlarimiz o'zidan kelib chiqdi. 2025-yilda shu 3 ta loyihani birdaniga egalariga topshirganimizdan keyin shu Sakinat loyihamiz pastida kommersiyalarimizni olib qolgan edik.
Biz shu qurilish sohasiga yangicha 60 oyga bo'lib to'lashga qilib Farg'onada ilk bor shu takliflar bilan kirib kelganimizdan keyin mijozlarimiz bizdan xonadon xarid qilish uchun bizga murojaat qilishdi, mashinalarini mashina bozoriga yoki boshqalarga olib borib sotishsa ziyon qilishayotganini aytishdi. Va o'zimizga kelgan shunaqa ideya keldiki, biz o'zimiz avtosalon ochaylik, mijozlarimiz ziyon qilishmasin, o'sha bozor narxidan qimmatroqdan mijozlarimizdan olaylik va o'zimizni avtosalonda sotaylik. Hamma tomonga manfaatli bo'lsin degan maqsadda shu 1,5 million dollar investitsiya qilib shu avtosalonga asos soldik.